Assalomu alaykum do'stlar. Mana sizlar bilan bugun yangi programma orqali gaplashib o'taman. Bu programmamiz orqali siz sarmoyasiz pul ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni dollar hisobida pul ishlaysiz. Buni Payeer hamyoningiz orqali chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu programma silkasini o'zini описаниесida va video kommentariyasida qoldiraman. Va siz shu orqali bu nimani Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. O'zi programmani ichiga siz yuklab olganingizdan keyin oynaga shu tarzda chiqadi va siz buni ichiga kirganingizdan keyin sizdan Google akkaunt so'raydi va siz Google akkauntingizni tasdiqlangandan keyin siz pul ishlashni boshlaysiz. Hozir mana programmani ichiga kirib ko'rsataman hozir. Mana do'stlar, programmani ichiga kirib oldik. Siz kirganingizdan keyin shunday oyna ochiladi va sizda mana 3 ta nimasi bo'ladi buni skarchkat, ya'ni o'chiradigan. O'zimiz ekspert o'ynaydigan ekspertlaringiz bor, shunga o'xshash, lekin u nima emas. Unda ekspertga o'xshagan emas. Unda sarmoya kirgizmaysiz, faqat pul ishlaysiz bo'ldi. Mana 3 ta oynachasi bor. Keyin eng pastida mana o'zingiz 512 monet tanga nima qilib o'zingiz nima qilsangiz bo'ladi, o'zingiz ya'ni pulingizga ochsangiz bo'ladi skarchkasi, ya'ni o'ynasangiz bo'ladi. Mana qolgan tepada 3 tasi esa bepul bo'ladi. Buni siz o'zingiz masalan siz hozir 20 tasi sizga har bittasida 20 tadan beriladi. Mana shunga belgilangan joyimga yetib bering. 20 ta beradi. Hozir menikini 10 soatdan keyin to'liq 20 ta qilib to'ldirib beradi. Hamma 20 tasi ham to'ladi. Hozir sizlarga ichiga kirib ko'rsataman. Hozir birinchisini Skarchvinni tugmasini bosganimdan keyin menga reklama beradi. Siz reklamani ko'rib bo'lgandan keyin sizga o'chiradigan nimangiz oynasini ochib beradi o'zi. Hozir mana shuni ochaman men. Mana do'stlar aytgandek, nima reklama beryapti, reklamani o'tkazib o'raman. Mana do'stlar, reklamani ko'rib bo'lgandan keyin shuni oyna ochiladi va siz bu yerda Quick Scratch tugmasini bosish orqali siz buni nimasini o'zingiz menga hozir 601 ta moneta berdi. Mana joyga o'zimning nimalarga qo'shildi hozir. X tugmasini bosib olib chiqib ketamiz. Agar sizda mana shu 20 talik umuman yo'qolib qolsa, yo'q qo'ygandan keyin mana shu yerda free card, ya'ni siz video ko'rish orqali yana bitta sizga video tugagandan keyin 1 daqiqalik video beradi va shu video tugagandan keyin sizga bitta shu o'chiradigan narsa beradi sizga va sizning hisobingizga pullar tangalar qo'shilib boraveradi. Endi bu yerda mana bu pastdagi tugmani bossak, mana giveaways shu tugmani bossak bizga mana tepadagi hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu mana belgilagan narsani beradi. Mana shu belgilagan narsa, ya'ni siz bu yerda mana pastda o'zi eng kam summalar bor. Siz qancha ko'p tiksangiz va shunga sizga ko'proq mablag' berishi mumkin. Masalan, siz hozir buni 400 ta qilib bersangiz, sizga 0.25 dollar beradi. To'liq beradi. Keyingi premium oynasiga o'tsak, pastdagi tugma premium oynasiga o'tsak, bu yerda ham shunaqa, nariga nima bilan bir xil. Do'stlar, bu yerga bu yoqda oynasiga, premium oynasiga o'tgandan keyin mana tepada sariq 13 ta turibdi-ku menda. Ana shuni sizlar to'plasanglar, mana shu sariqni to'plasanglar, bu tarafga premium tarafdagi, masalan siz hozir 500 ta yig'nasangiz, bundan yig'ib turib, ana shu join tugmasini bossangiz, mana bosish orqali siz mana shu tugmani bosish orqali siz men bitta tik ko'rsam, hali yig'ishim kerak. Mana join one times ko'rsatib qo'yibdi va siz bu yerda 500 ta tanga mana shu nimasini yig'ib turib, yig'ganingizdan keyin mana shunga join tugmasini bossangiz, siz 0.25 dollar ishlasangiz mumkin. Sizga kundalik bonuslar ham berib boradi. Mana tepada ko'rayotganingizdek, menga 10 soatdan keyin menga bonus beradi. 0.01 sent menga bonus beradi. Keyin offers bo'limiga o'tganimizda bu yerdan o'zingiz mana YouTube ko'rib, xohlasangiz programmani skajat qilib Play Marketdan mana shuni sizga 2000 tangadan berib oladi. Mana TikTok orqali, boshqa orqali mana pastda ko'rsatilgan hamma narsa. Bu oynada o'zingiz pul ishlasangiz bo'ladi mana. Sketch bo'limiga o'tamiz va siz bu yerdan qanday pul chiqaraman deb o'ylasangiz, mana o'zi mana shuni
Mana shu yerda rasm ko'rsatadi. Rasm qo'yganmiz. Rasm boshqa bo'lsa boshqa, shuni ustiga bitta bosamiz. Bosganingizdan keyin mana shunday oyna chiqadi. Menda Vizdraftda turgan ekan, mana. Kiramiz mana. Vizdraft nimasiga bosasiz va mana shu yerda Payeer bor, mana Binance bor. O'tgan birinchi chiqargan videomda mana shunday shunga o'xshash programma bor edi. Shunga o'xshab ketadi. Hozir men bundan kecha pul chiqarganman, hali tushmagan. Endi tushib qolishi kerak. Narigi programmaga o'xshab normalniy pul tushadi bunda ham. Xohlagan nimangizga chiqarsangiz, xohlasangiz PayPal ham bor. Pastda $1 chiqarsangiz bo'ladi PayPalga. Siz sizdan pul olib qo'ygandan keyin mana shu yerga saqlanib bo'ladi. Mana sizda mana menda saqlanib bo'lyapti. Kecha soat 2:44 da men pul chiqarishga qo'yganman. Soat bugun hali tushgani yo'q, ertaga tushib qolsa kerak menimcha. Mana do'stlar, sizlarga obzor qilib ko'rsatdim. Bu programma orqali sarmoyasiz pul ishlasanglar bo'ladi. Endi referral qanday chaqiramiz desanglar, mana tepada mana burchakda referral silkasi bor. Mana burchakda. Mana belgilab qo'yibman, burchakda referral silkasi bor. Mana shu tugmasini bosish orqali siz o'zingizni referrallaringizni chaqirsangiz bo'ladi. Mana referral silkangiz, ana shu kaprat qilasizda va siz referral chaqirib ham pul topsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, sizlarga bugungi yetkazadigan xabarim shu. Yana men izlanishga harakat qilaman, sarmoyasiz pul ishlash haqida ko'p video chiqarishga harakat qilaman. Ko'rishguncha